Cambridge Learning Center. Impossible is possible. SAT Tashkent. Start your SAT journey with us. Assalomu alaykum hammaga. Xayrli tong. Bizda soat hozir 9 ga yaqinlashyapti. Hozir yaqinda o'rnimdan turdim, uyqudan turdim. Bugungi kun dushanba. Hozir darsga ketyapman. Political sociology degan siyosiy sotsiologiya. Bizda bu hafta imtihonlar haftasi. Nasib qilsa shu hafta tugasa, keyin 10 kunlik spring break bahorga ta'til beradi. Rosa kutyapman, rosa charchaganmiz o'qishdan. Bu haftada chorshanba kuni 2 ta, haftaning oxirida bitta imtihonim bor. Hozir shunga katta preparation ketyapti, tayyorgarlik ketyapti. Juda ko'p vaqtimni olyapti shu. Demak, bugungi vlogda o'rtoqlar sizlar bilan bir kunimni birga o'tkazamiz. Oldin ko'proq darslar bo'layotgan paytida vloglar olib ko'rsatganman. Imtihonlarga unaqa katta tayyorgarlik bo'lmagan, shunchaki oddiy. Shu darsga borib kelish, axir boshqa ko'plik bor. Bugun qattiq o'qish bo'ladi. Xudo xolasa zalga chiqqani ham boshqa narsaga ham vaqt bo'lmaydi. Bugun shuni sizlarga ko'rsataman va darslarimni ko'rsatib, xudo xolasa bugun vlog qilamiz. Demak, hozir birinchi darsga ketyapman. Bo'lmasa, qani boshladik. Hop, darsdan chiqdim. Hozir ikkinchi darsga ketyapman. 10 minutdan keyin boshlandi. Aytdim, bu siyosiy sotsiologiya darsi edi. Bugungi mavzuimiz imperiyalar va ularning bosh olgan davlatlardagi traditionlar, ya'ni odatlari, an'analariga ta'siri degan narsani o'rgandik. Masalan, o'sha Angliyaga, Xitoy, Hindistonga borganda, Afrikaga borganda ular Afrikadagi va Hindistondagi an'analarga qanaqa ta'sir qilganini juda qiziq mavzu bo'ldi. Endi hozir iqtisodiyot darsiga ketyapman. Iqtisodiyot darsi bu ikkalalari ham shu imtihondan oldingi oxirgi darslar. Bundan keyingi siyosiy sotsiologiya darsi imtihon bo'ladi. Bundan keyingi iqtisod darsi ham imtihon bo'ladi. Darsdan chiqdim. Iqtisodiyot darsidan chiqdim. Hozir bizga mehmon keldi. Uni oldingi videoda ko'rsatib o'tganman. Bu mehmon 2006-yildan 2014-yilgacha Amerikan Markaziy banki, o'sha dollar ishlaydigan bank, Amerikan banklarini boshqargan Markaziy bank Federal Reserve boshqargan 8 yil davomida. 8 yilda u eng Amerikadagi eng qiyin o'sha oxirgi 20 yillikdagi 25 yillikda qiyin vaqtda boshqargan 2008-yildagi inqiroz, financial crisis paytida boshqarib katta inqirozdan qutqarib qolgan. Endi ozgina bo'lsa ham inqiroz bo'lgan, lekin o'shani target qilib, yechim qilib javob qilish olgan. Keyin 2009-yilda Times Magazine uni yilning odami deb e'lon qilgan. Biz Selected Times Magazine shunaqa rubrikasi bor, yilning odami degan. Va yaqinda 2022-yilda iqtisodiyot bo'yicha Nobel laureat bo'lib, Nobel mukofotini qo'lga kiritgan. O'zi endi yoshi katta, lekin Garvardda o'qigan ekan, keyin MITda doktorantura va Princetonda o'qituvchilik qilgan. Yo'q, Garvardda o'qigan, MITda doktorantura, Stanfordda o'qituvchilik qilgan. Ozgina Princetonda ham o'qituvchilik qilgan ekan. Xo'p, demak, soatimiz hozir 11 dan oshdi, 11:45 ga borib qoldi. Endi onamga borib narsalarni olishim kerak. Ertalab turganimda 8:45 bo'lib, darsga ozgina qolgani uchun shoshib chiqqanman. Hamma narsamni olib, keyingi darsga ketamiz. Keyingi darsimiz 1:30da. Va undan keyin poyni dars qilish bo'ladi. Demak, kun davom etadi. Xo'p, soat 1 ga yaqinlashyapti. Darsni 1:30da boshlanadi. Yarim soat vaqtim bor. Hozir
yangi bir loyiha ustida ishlayapmiz. Shu loyihani ustida 30 minutcha ishlashga harakat qilaman. Esingizda bo'lsa, oldin bir aytgandim. Sizlarni o'qish jarayonidagi eng katta muammolar ikkita. O'sha Instagram, Telegram so'rovnomalarga topganim ko'p chalg'ib ketadi hamma ijtimoiy tarmoqlarga va ikkinchisi bo'lsa zerikib qoladi o'qishdan, motivatsiyasi tushib ketadi. Shu muammolarga yechim beruvchi hozir Login degan app ustida ishlayapmiz. Nasib qilsa 15-mart kuni chiqaramiz. U app haqida videoni keyinroq qismida vlogda ham yana ko'proq gapirib o'taman. Demak, hozir 30 minut shu app ustida ishlayman. Demak, boshladik. Soat 4 bo'lyapti. 3 ta darsdan chiqqandim. Sizlarga aytgan darsim 3-darsimdan biramdan shugacha bo'ldi. Writing bo'yicha dars. Oldin ham aytib o'tganman, majburiy bizadagi dars bitta Writing Express 20 degan darsimiz mavzusi Successful Life bo'yicha. Endi hozir kechki ovqat kecha taxminan 2,5-3 soat vaqtim bor. Yana dars qilamiz. Dars qilishda o'sha sizlar uchun tayyorlanayotgan ilovimdan o'zim ham foydalanaman. Sizlarga yana qanday ko'rsatib o'taman. Videoda ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Keyin batafsilroq ham aytib o'taman. Yo, say hi. Assalamualaikum. What's your name, bro? Zad. What do you do here? I have fun. Assalamualaikum. I'm from Kazakhstan. Assalamualaikum. What's your name, bro? Salman. Hey, how's it going? Crazy, bro. We do that. Soat 12 bo'ldi. O'sha keyingi kunga o'tib ketyapti. Bugungi kun intens bo'ldi. O'zi kecha ham o'sha kecha deganda, ya'ni bugun o'zi juda kech uxlagandim. Hop. Boriga shukr. Imtihonlar tez kunda o'tib ketadi. Bir kun yana shunaqa dars qilib tursak. E'tibor bergan bo'lsak, kutubxona ko'rsatganda soat o'shanda 10:30 edi. Kechqurungi shunda ham to'liq kutubxona. Kutubxonani joy qidirganim bir 15 minut vaqtim ketdi. Joy topgan, zo'rg'a topdim. Hozir men chiqqanimda ham odam to'ldi. Hamma shunaqa imtihon paytida kutubxonani bosib olib o'tirib olishadi. Xo'p, endi o'rtoqlar, ilova haqida gapiradigan bo'lsam, ilovaning maqsadi nima haqida? Nomi Login. Talabalar, o'quvchilar uchun super ilova. Maqsadimiz o'quvchilardagi eng asosiy muammolar dars qilishda chalg'ish, ijtimoiy tarmoqqa, boshqa narsalarga va dars qilishdan zerikishni muammosini yechish. O'zimda ham bu muammo bor, hammada o'rganganimda shu muammo chiqqan. Buni biz qandoq yechamiz? Shu ilovadan foydalanganingizda siz dars qilishingizni yozib olasiz. Necha soat bir kunda dars qilganingizni ko'rishingiz mumkin. Har xil subjektlarni qo'shib qo'yasiz, maqsadlaringizni qo'shib qo'yasiz va o'sha maqsadlarga necha soat sarflayotganingizni kuniga, haftasiga, oyiga ko'rasiz. Bu endi qilayotganingizda shunaqaki, ilova ijtimoiy tarmoqlarni bloklab qo'yadi. Agar siz ijtimoiy tarmoqlarga kirsangiz, u hisobga olmaydi o'qiganingiz.
Endi ikkinchi muammo, qanday qilib buni qiziqarli qilamiz desak, u yoqda leaderboard degan tushuncha bor. Siz boshqa sizga bir o'quvchilar, masalan, maktabingizdan, o'qiyotgan o'quv markazingizdan yoki universitetingizdagi qayerda bo'lsa ham o'sha insonlar bor, ilovaga. Ular bilan compete qilasiz. O'sha darslar bo'yicha necha soat kim sarflayapti, kim oldinda va shu leaderboardimizda har hafta yangilanib turadi. Bu haftada eng ko'p kim o'qigan degan savolga javob topib, keyin uni profilda ko'rsatadi. Endi bu asosiy funksiyalar. Har yaqinda juda ko'p zo'r qo'shimchalar qo'shmoqchimiz. Ilovamizni 15-mart soat 10:00 da ertalabki e'lon qilamiz O'zbekiston vaqti bilan. Bu video chiqqanda hali menimcha chiqmagan bo'ladi. Shuning uchun pastda link qoldiraman. Kirib navbatda yozib qo'ysangiz bo'ladi. Ilovani eng birinchi bo'lib ishlatishingiz uchun. Hozir 1000 dan ortiq adashmasam insonlar o'zi navbatga yozilgan. Siz ham navbatga yoziling. Navbatga yozilganligi eng birinchi bo'lib ilovani yetkazamiz va bemalol ilovani kirib ishlatib, agar izohlarda fikrlaringizni yozsangiz bo'ladi. Bugungi kunni mana o'tkazganingiz uchun rahmat. Vlogimiz shu bilan tugadi. Tezda ko'rishguncha.